Hozir biz avtovokzalda turibmiz. Ozgina tepaga chiqqanimizda Yangi bozorda taxminan 100 kvadrat metrlik xonadonlar 70 ming, 80 ming, 90 ming dollarga sotilib turgan paytda siz uchun mana shu 5 sotuvli, agar kvadratga bo'ladigan bo'lsak 500 kvadratli mana shu hovlimizni yaxshi narxda reklamaga chiqardik. Joyimizning manzili avtovokzal, bu tomonimiz Shamshiboy bozori oldidagi ko'chadan ham chiqib kelsa bo'ladi. Ikkinchi tomonimiz pastda Guliston tomonidan ham chiqib kelsangiz bo'laveradi. Lokatsiyasi juda ham zo'r, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma narsa mavjud. Oldida ahamiyat berib qo'yasiz. Tupik bo'lgani uchun foydalanadigan joylari ham ko'pgina ekan. 5 sotuvli xonadonimiz kirishingiz bilan o'zi fayzli bo'lib sizni kutib oladi. To'liq pishiq g'ishtda qurilgan. O'ng tomonimizda oilaviy o'tirish uchun ayvon qismimiz. Mana bu tomonda chap tomonda remontlari yaxshi holatdagi hammom sanuzulimizni joylashtirishgan. Undan keyin esa uyimizni oshxonasini planirovka qilishgan. Oshxonadan keyin yana bitta xonamiz bor. Xohlagan maqsadda bu xonadan foydalansangiz bo'laveradi. Keyingi xonamiz esa bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ko'rinishida bo'ladi. Ahamiyat berib qo'yasiz. Deyarli to'liq hamma xonaning tagini podval qilib ketilgan ekan. Omborxona sifatida bemalol foydalanishingiz mumkin. Chekka tomonimizda uy daxliz ko'rinishidagi xona uyimiz ichida sanuzul bilan birgalikda proyekt qilingan ekan. Mana bu tomonda bundan oldin ko'rgan uylarimiz to'pli pol bo'lgan bo'lsa, bu tomondagi xonalarimiz batareya registrlari yordamida isitiladi. Gazdan muammo bo'lmagani uchun isitish ham chiqanchaga tushmaydi. Keyingi qismimizda hovlimizning ro'parasida kattakon mehmonxonamizni ko'rishingiz mumkin. Mehmonxonamiz ham ta'mir holatlari chiroyli bo'lib turibdi. Yerto'lamizga tushadigan bitta eshik bu tomonda, ikkinchisi mana bu tomonda joylashtirilgan. Hovlimizning chekkasida alohida surtoqlari ham uyimizga salqinlik hamda fayz bag'ishlab turibdi. Xonadonimizning hujjatlari joyida, kelib bemalol sotib olishingiz mumkin. Narxi bo'ladiganroq turib 89 ming dollar deb belgilandi. Barakasi yana oz-oz 1-2 so'm o'tib berishadi. Egalar telefon nomerini videoni pastda qoldirgan, aloqaga chiqib, o'ta yaxshi lokatsiyadagi hovlini sotib olishingiz mumkin.